Ikkinchi bor jahon chempionligini qo'lga kiritdingiz. Mana shu yo'ldagi murabbiylar haqida fikrlaringiz. Murabbiyimiz Kuchumali Abdulla aka bizga katta yordam berdi. Har kuni trenirovkalarda o'z vaqtini ayamay bizlar bilan ishlashdi. Кикбоксинг делится на несколько разделов. То есть в кикбоксинге есть лоу-кик раздел, есть фулл-контакт раздел, есть лайт-контакт теме. То есть кикбоксинг, он очень разносторонний вид спорта. И в каждом из разделов проводится свой чемпионат мира. И в самых жестких разделах, естественно, превалирует азиатская школа, то есть узбекская школа кикбоксинга. И мы доказали на всех международных рингах, таких как вот чемпионатах мира на Украине, чемпионатах мира в Испании, в Греции, что такие бойцы, как Алмаз Юсупов, Шавкат Ураков, на сегодняшний день и Алишер Абдулаев являются бойцами номер один full контакт с лоу-киками. То есть это в разделе, где очень важно быть вот действительно вот на таком уровне, чтобы потом смочь сделать себе профессиональную карьеру. То есть чтобы наши спортсмены смогли зарабатывать деньги, чтобы они были востребованы на профессиональном ринге. Это логический переход из любителей в профессионалы. И на сегодняшний день в самом жестком разделе узбекские файтеры превалируют. И для нас значение чемпионата мира на Украине, который прошел вот в городе Ялте, я думаю, что очень важен. Почему? Потому что именно вот украинская, российская школа на сегодняшний день пытаются конкурировать вот с азиатской, с узбекской, с кыргызской, с казахской школой. И я думаю, что мы сможем сделать большую конкуренцию. Почему? Потому что школа узбекского кикбоксинга, она на сегодняшний день прогрессирует. То есть у нас есть динамика, у нас есть невероятный рост вот в кадровом смысле. То есть на сегодняшний день очень много тренеров, которые приходят и начинают работать вот в кикбоксинге. Я думаю, что вот завтрашняя смена, которая идет уже за Алишером Абдулаевым, за Алмазом Юсуповым, это смена ребят-победителей, которые смогут занять определенные жесткие, хорошие позиции вот в мире. Я думаю, что вот завтрашний кикбоксинг за узбекской школой, я думаю, что завтрашний кикбоксинг, он принесет очень большие победы для нашей школы. Ko'rsatuvimiz qahramoni Alisher Abdullayev 1978-yil Sirdaryo viloyatining Baxt shahrida tug'ilgan. Bolaligidan boshlab sport bilan oshno tutingan. Kickboks bilan esa 4 yildan buyon muntazam shug'ullanadi. Qisqa vaqt ichida u bir necha bor O'zbekiston chempionligini, 2002-yil Osiyo chempionatining kumush medalini va guvohi bo'lganingizdek 2 bor jahon chempionatining oltin medalini qo'lga kiritgan. Shuningdek, sport ustaligiga nomzod talablarini bajarib, yoshlarga kickboksning sirlarini ham o'rgatib kelmoqda. Birinchi murabbiyi Sirdaryo viloyati kickboks federatsiyasi prezidenti Abdulla Ko'chmurodovdir. Shu O'zbekiston musobaqaga borganda o'zi mana 2 marta jahon chempionatida qatnashgan bo'lsam, O'zbekistonda o'ziga yarasha obro'yi bor. Uji tanishlar bor, hammasi ko'radi, raqiblar ko'radi. O'zbekiston bir ozgina hayajon bosib ularda ham bir o'zimizni o'rnimizni qoldirib qo'yamiz. Har borganimizda oltin medal, kumush, bronza medalni olib qaytamiz. Jahon chempionatlarida quruq qaytmay biz faqat o'rinlar bilan olib shu harakat qilib. Alisher, mana 2 marta jahon chempionligini qo'lga kiritdingiz. Endi oldingizga turgan maqsad va rejalaringiz qanaqa? Xudo xolasa, may oyida Kiprda jahon chempioni bo'lib o'tadi. O'sha musobaqa tayyorlanib, yaxshi, xudo xolasa O'zbekiston komandalari bor, mana shu yaxshi natijalarni olib ko'proq oltin medal olib kelishga harakat qilamiz. Xudo xolasa shunga tayyorgarlik ko'ramiz o'sha Kiprda bo'lib turgan. Siz bevosita Sirdaryo kickboksing maktabi vakilisiz. Mana shu viloyatda, Sirdaryo viloyatida ushbu sport turi rivojlanish qay darajada? Viloyatimizda sportchilar, yosh sportchilar ko'p. Ular kelajagi bor. Xudo xolasa ular ham biz orqamizdan ergashib mana shu yaxshi natijaga erishishga harakat qiladi. Mana respublikalarda, xalqaro turnirlarda oltin medallarni olib kelishyapti. Xulosa viloyatimizda ko'pchilik kickboks bilan shug'ullanadi. Shu viloyat musobaqasi o'tkazganimizda ham qatnashchilar 150-200 ga boradi. Shu bolalarni tushganini ko'rib men o'zim havas qilaman. Shu bolalarning kelajagi bor. Shu kelajakda bular ham katta bo'lsa jahon chempionatlarida oltin medal olib keladigan umiddaman ulardan. Umuman olganda, mamlakatimiz kickbokschilari 1995-yildan boshlab jahon chempionatlarida, Osiyo miqyosidagi musobaqalarda, xalqaro turnirlarda qatnashib, aksariyat hollarda kuchli uchlikdan o'rin olib kelmoqda.
Ayni damlarda esa mamlakatimiz kickbokschilari Moskvada bo'lib o'tadigan Jahon Kubogi bellashuvlariga tayyorgarlik mashg'ulotlarini Kitek sport majmuasida olib borishmoqda. Ushbu nufuzli musobaqada yurtimiz sharafini 10 ga yaqin sportchilar himoya qilishadi. Ular orasida Nuriddin Nuriddinov, Sharifjon Abilxanov, Shohruh Rahmonov kabi xalqaro turnir g'oliblari hamda sovrindorlari bor. Eng muhimi esa tayyorgarliklar nihoyalanib, terma jamoa shay holatga keltirildi. U Jahon Kubogidan qanaqa bir natija kutilyapti? Xudo xolisa o'sha Jahon Kubogiga borib birinchi o'rinni olib kelishni xohlaymiz. Siz necha kilogramm vaznda chiqasiz ringga? Men 50 kilogramm vaznda ring ko'taraman. Xudo xolisa Jahon chempionatida birinchi o'rin olib, O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga ko'tarish niyatida bor. Endi o'sha Jahon Kubogida o'zbekistonlik kickboksingchilar uchun kim asosiy raqib bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz? Endi hamma yoqda ham bitta yaxshi bolasi bo'ladi. Endi Qozog'istonda ham yaxshi bolalar bor, Qirg'izistonda ham, Rossiyada ham kuchli. Shunga endi yaxshilab qilib 3